Assalomu alaykum. Efirda O'zbekiston 24 soat ichida informatsion dasturi, studiyada Dilnoza Saidova. Poytaxtimizda Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashining 8-plenumi o'tkazildi. Partiyaning parlamentdagi fraksiyasi hamda viloyatlardan kelgan delegatsiya a'zolari ishtirokida o'tgan plenum ishini muxbirimiz kuzatdi. Plenum kun tartibida 3 ta masala ko'rib chiqildi. Mamlakatimiz rahbarining muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish bo'yicha qabul qilgan maxsus farmoni ijrosini ta'minlashda partiyaning ishtiroki ularning asosiysi bo'ldi. Bu yo'nalishda Toshkent, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida amalga oshirilayotgan ishlar namunali deb topildi. Darhaqiqat, dasturlarimizning birida Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashovchi tadbirkorning Adolat sotsial-demokratik partiyasi bilan hamkorlikda tabiiy chiqindidan muqobil gaz energiyasini ishlab chiqarish uskunasini ixtiro etganligi haqida ma'lumot bergan edik. Tadbirda ma'lum qilinishicha, ayni kunlarda u yanada takomillashtirilib, ommalashtirilmoqda. Bunda partiya tadbirkorga har jihatdan yaqindan yordam beryapti. Plenumda partiyaning muqobil energiyaning eng faol targ'ibotchisi tanlovi e'lon qilindi. Shundan so'ng tashkilotning 2012-yilgi faoliyati muhokama etildi. Qilingan ijobiy ishlar qatorida kamchiliklar haqida ham so'z bordi. Xususan, partiyaning ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligi, mahalliy kengash deputatlarining joylarda fuqarolar muammolariga befarq qolayotganligi, hududning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotidagi ishtiroki sustligi shular jumlasidandir. Afsuski, bugungi kunda mana shu boshlang'ich partiya tashkilotlarining bugungi kun talabi darajasidagi faoliyatini yetarli deb bo'lmaydi. Uning ustiga mana bizning joylarda juda katta armiyamiz, ya'ni mahalliy kengash xalq deputatlari 480 dan ortiq nafar. Bu juda katta kuch, lekin deputatlarimizning ham faoliyatini bugungi kunda partiya siyosiy kengashi tomonidan olib borilayotgan ishlarga hamohang, shuni to'liq ro'yobga chiqara olyapti deb ayta olmayman. Plenum so'ngida partiyaning 2013-yil uchun faoliyat dasturi qabul qilindi. Foydali bo'ldi, ko'p masalalar. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha davlat organlari ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha idoralararo kengashi tomonidan davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari ishtirokida demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda huquqiy targ'ibotning o'rni va ahamiyati mavzuida ilmiy-amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Sir emaski, mamlakatimizda ijtimoiy hayotning turli sohalarida olib borilayotgan islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad adolatli fuqarolik jamiyatini shakllantirish va huquqiy demokratik davlatni rivojlantirishdir. Bu borada aholining siyosiy, huquqiy madaniyatini yuksaltirish respublikamizda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlar va islohotlar samaradorligining muhim sharti sanaladi. Shu bois fuqarolarimizning o'z konstitutsiyaviy huquq va burchlarini to'liq anglab yetishi, yon atrofda sodir bo'layotgan voqealarga daxldorlik hissini oshirishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning ta'lim, tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha davlat organlari ishlarini muvofiqlashtirish idoralararo kengashi ham ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati institutlarini huquqiy targ'ibotga keng jalb qilish bo'yicha izchil ishlarni olib bormoqda. Xususan, kengash hozirda 14 ta davlat idoralari bilan huquqiy, ma'rifat va targ'ibot sohasidagi memorandumlarni imzolagan. Mana shu memorandumlar doirasida bevosita o'tgan yillar mobaynida davlat va xo'jalik boshqaruv organlari, fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan, demak, birgina o'tgan yilning o'zida 260 mingdan oshiq huquqiy ma'rifat va targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Mana shu targ'ibot tadbirlarida, demak, 7 milliondan ortiq aholi ishtirok etdi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar tomonidan huquqiy targ'ibot tizimini takomillashtirishda yuridik ta'lim muassasalari va ommaviy axborot vositalari o'rtasida hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari ham tahlil etilib, uning yangi yo'nalishlariga oid tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi. Toshkent shahar Yunusobod tumanining 4-7 mavzelarida joylashgan sport majmuasi va yangi istirohat bog'ida bahor sayli tashkil etildi. Unda tuman aholisi, yoshlar, o'rta maxsus kasb-hunar kollejlari va akademik litsey o'quvchilari, oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida milliy taomlar va liboslar hamda sport musobaqalari tashkil etildi. Yunusobod tumanining 4-7 mavzelarida joylashgan sport majmuasi va yangi istirohat bog'ida ko'pdan beri kutilgan bahor sayli tashkil etildi. Tuman aholisi va bolajonlar uchun istirohat bog'ida boshlangan konsert dasturi milliy taomlar va liboslar ko'rgazmasiga ulanib ketdi. Zamonaviy kiyimlarning milliy uyg'unlikda yaratilgan ko'rinishlari, turli to'garak a'zolarining qo'l mehnatlari bilan yasalgan asarlari namoyishi ham bir maydonda tashkil etildi. Men o'ylaymanki, bu tadbirlar davom etadi, ya'ni yoshlar o'zi 5 mingdan ortiq voyaga yetmagan yoshlar o'zi tuman miqyosida o'qishni, ta'lim olayotgan bo'lsa, ular uchun barcha imkoniyatlar hozirgi kunda mavjud.
yoshlar ro'zani kelajakda shu mamlakatning poydevori bo'lib, ulg'ayib komil inson bo'lishi uchun barcha sharoitlar davlat tomonidan yaratilgan. Shuningdek, Tatar Boshqirt baynalminal markazi a'zolari va hunarmandlari tomonidan tayyorlangan ko'rgazmali chiqishlar aholida katta qiziqish uyg'otdi. Barcha tatar boshqirt millatidagi xos bo'lgan urf-odatlarimizni shu yerda namoyon qilyapmiz. Bundan juda xursandmiz. Yagona oilada biz keng huquqli bo'lib, o'zimizni urf-odatlarimizni saqlab qolyapmiz. Shunga imkoniyat bergan odamlarga juda katta rahmatimiz bor. Bahor saylida Yunusobod tumanining 3000 ga yaqin aholi va yoshlari ishtirok etdi. Eng muhimi, asrlar mobaynida shakllangan avloddan avlodga bebaho meros sifatida o'tib kelayotgan urf-odat, marosim va bayramlar ham milliy mafkuraning asosiy g'oyalarini singdirishda muhim omil bo'ladi. Xabaringiz bor, Fond Forum tomonidan har yili qator samarali loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Tashkil etilayotgan ko'rgazmalar aholiga madaniy ozuqa ulashish bilan birga ularning san'at va madaniyat borasidagi qarashlarini oshirishga xizmat qilyapti. Poytaxtimizdagi Milliy san'at markazida o'tkazilayotgan navbatdagi ko'rgazma nafaqat rassomlarga o'z ijodini keng ommaga taqdim etish imkoniyatini yaratdi, balki yurtdoshlarimizning rassomchilik san'atiga bo'lgan mehrini yana bir hissa orttirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz birgamiz shunday nomlangan ko'rgazmadan 5 nafar rassomlarning 10 yillik ijodiy izlanishlari o'rin olgan. Musavvirlarning mazkur 5ligi ham tasodifan hosil bo'lgan emas. Bitta institutda tahsil olgan mo'yqalam shaydolari keyinchalik ham ijodiy hamkorlikni davom ettirdilar. Sobiq kursdoshlarning asarlari bir-biridan uslub, janr, rang qo'llash jihatdan farq qilsa-da, ularni bitta mavzu birlashtirib turadi. Ushbu ko'rgazmaga taqdim etilgan 80 ga yaqin suratlarning barchasida ona vatanga bo'lgan muhabbatni his qilishimiz mumkin. Albatta bu bolalikdan qanaqadir odamlarga xuddi bir shoirlikka o'xshab yoki bir shunaqa kirib keladi odamning rang hammasi. Mana shu yomon ko'rgan rangi bo'lmasa kerak. Rassomda. Menga ko'proq endi issiq ranglar ko'proq bor, xarakterimga to'g'ri kelsa kerak, issiq ranglarni yoqtiraman ko'proq. So'nggi paytlarda Fond Forum, Ijod O'zbekiston rassomlari, san'atshunoslari va xalq ustalari uyushmasi kabi tashkilotlar ko'magida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbek va qozoq musavvirlari hamkorligidagi ko'rgazma ham shular jumlasidandir. Men Qozog'istondan ataylab shu ko'rgazmaga tashrif buyurdim. Bu yerdagi ko'plab asarlar yoqdi. Aynan mazkur ko'rgazma haqida kitob yozmoqchiman. Bilasizmi, bu tadbirdan so'ng insonning qalbiga muhabbat va ezgulik tuyg'ulari jo'sh uradi. Biz birgamiz nomli ko'rgazma nafaqat san'at shaydolari uchun ajoyib tuhfa hisoblanadi, balki bu tadbir o'zbek va qozoq millatlarini yanada jipslashtira oladi desak adashmaymiz. Bizda hozircha shu, men sizlar bilan xayrlashaman. E'tiboringiz uchun rahmat. NTTda ko'rishguncha.